Biz judayam boy insonlarmiz. Pulimiz oshib-toshib ketganidan shaharning qoq markaziga eng qimmat rayonga ko'chib keldik. Kvartirada turamiz, kreditga esa mashina oldik. Axir boy yashashimiz kerak, boy ko'rinishimiz kerak boshqalarga. To'g'ri emasmi? Uyimizda faqat xo'jayinim ishlaydilar. Men esa uyda o'tiraman, farzandlarim maktabga boradi. Xo'jayinim, "Sen uyda o'tirishing kerak, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishing kerak" deyishiga qaramay, men uyda o'tirgan holatda mana shu biznesni boshladim. Mani xo'jayinim esa bu borada meni qo'llab-quvvatladilar. Olqishlar bo'lsin. Men pishiradigan mahsulotlar faqat va faqat qovoqdan tayyorlanadi. Nima uchun qovoqdan deb so'rashinglar mumkin. Hammada savol uyg'onishi mumkin. Qovoq inson organizmiga judayam katta foyda keltirsa keltiradiki, zarar keltirmaydi. Uni koni foyda. Nima deb o'ylaysizlar? O'xsharmikan? Mani biznesim gullab, yashnab, gurkirab, zo'r bo'lib ketib, men boyib ketib, bosar tushlarimni bilmay qolib, o'zimni yo'qotib qo'yganimni ko'rishni xohlasanglar, menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar.